9-aprel 2026-yil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar mol bozoridagi narx-navolar qanaqa degan savollarga javob beramiz bugun. Assalomu alaykum hamma molga ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun biz Kattaqo'rg'on mol bozoriga kelganmiz sizlarga narx-navolar bilib berish uchun. Shug'ulonchicha nech pul ketibdi aka? Aka nech pul ketdi? Ikkitasi bir joyga bo'ldi. 33 bo'ldi ikkitasi. Ikkinchisi qani? Yuring ko'rsat. Bu nech pul bo'ldi? 15 million 500 ming so'm ko'kcha baraka bo'libdi. Bo'ylari 1 metr ziyodroq, xudo xolasa. Rustam aka nech pul bo'ldi? 22 million so'mga Rustam aka olibdilar, boqmoq o'tishgan. Arqonlarini ko'raverasizlar. Sifati o'rta. Gazi ham yaxshi. Akajonim nech pul qayerdiz? Ikkitasi 45 million. Ikkinchisi qani? Ikkinchisi bo'yi chiqib ketdi shu Ha, Rustam aka ham oldimi? Ikkitasi 45 million bo'libdi. 5 million 200. 45 million 200. Mol o'tib ketgan mol bilan bir joyga ekan moyang ekan. 45 million 200 mingga barakasi bo'lgan ekan. Qo'zichani nech pulga oldingiz, jiyanjonim? Nech pul? 4 million. 2 million so'mdan, ha? Ha, qo'chqor. Qo'chqorchalar, gap yo'q. Aka, bu nech pul bo'ldi? Nech pul? 24 million so'mga ho'kiz baraka bo'lgan. Gazli, korpusli, yaxshi. Bu nech pul bo'ldi akajon? 25 millionga semizim beryapti ekan o'zi. 15,5 15 million 500 ming so'm mana shu toycha baraka bo'ldi. Aka, qo'lingizdagi nech pul bo'ldi? Bilmayganlar. Aka, nech pul ketdi endi? 24 million 200. Usti nechta aka? 8 ta aka, 8 ta qayerga ketdi akajon? Nordon qishlog'i yansini. Barakasini bersin. 8 usti 24 million 200 ming so'm. O'rta bo'yli sigircha. Nech pul bo'ldi bu? 15. Kamar qutisi. Kamar chakalarimizni salom alaykum. 15 millionga 10-chi. Bo'g'ozmasmi bu? Bo'g'ozmasmi? Qo'yishga bu. Nech pul? Nech pul baraka bo'ldi? Davron aka nech pul bo'ldi bu? 15 millionga sigircha so'yishga. Semiz sigircha. Nechli baraka bo'libdi bu amaki sanoqli? 6 millionga qo'shqorcha baraka bo'libdi. Ana. Ha, mayda molchilar kelib mana shuni bilib bering. 18 million 500. 10-chalarmi aka bular? 18 yarim. 18 million 500 bir joyga ketgan. Bo'ylari 80 lar bo'lsa kerak. Nech pul bo'ldi aka? Nech pul bo'ldi? Bu 17 yarim. Qancha? 17 million 500. 17 million 500 ming ho'kiz. 23 millionga mayda ho'kizchalar. Yana bitta ho'kizchaga boqmachi qila olasiz. Akajonim nech pul qayerdiz? 21 yarim. 21 million 500 ming so'mga ketgan. 21 yarim million. Akajon nech pul bo'ldi? Nech pul bu? Sigircha ekan. Mamnun. Aka, bu nech pul bo'ldi? 17 million 300. 17 million Kamar kettiring. 300 mingga arzonchi akalarimizni. Kamar kettiring. Aka shuni yaqinlash kerak. Aka, shu maydachi nech pul bo'ldi? Qana egasi? Nech pul bo'ldi? 15 million. 15 million. Bunojin bozmi bu? Yo'q, bunojin chaqirib, 5 oylik 10 oylik. Bunojincha 15 million so'm. Ya, sal qimmat emasmi? Nech pul bo'ldi amakijonim? 63. 6 million 300 ming so'mga qo'shqorcha udari. Ketyapti, xudo xolasa. Sigircha nech pul bo'libdi? 18 million so'm. Puli yengillardan so'ragan akalarimiz uchun. Sut puti bormi aka? Chotka deyapti. Yesa berasiz. Nechta suti bor? Bir 5 ta berasiz. Darvozaga Nechta suti bor? Akajonim nech pulga qayerdiz? 22 millionga qayerdilar. Boqishga so'ragan korpusli yaxshi mol, sifatli, toza teri xudo xolasa. 22 million so'm. Qo'zilarni bilib beraman. Aka, qo'zilar nech puldan bo'ldi? 2 million 300 ming so'mdan. Qo'chqor hammasi. Aralash aka. Aralash 2 million 300 ming so'mdan. Nima deysizlar, narx-navolar yengilmi, qimmatroqmi?
Bozor holati qanday? Ro'yxatdan zo'r aka. Arzon qimmat zo'rlayman. O'rtacha aka. Olib foyda qilsa bo'ladi. Akajonim nechta baraka bo'ldi? 28 million so'm. Ikkinchimiz nechta baraka bo'ldi? 29 million. 29 million so'm. Ho'kizlar, semizlar. Bu nechta bo'ldi? 20 million bo'ldi. Boqishganmi? Bu inchasi ham zo'r ekan, 20 million ana shuni zo'r olibsiz aka. 20 million so'm. 20. Gap yo'q. Kamar bo'lib tushunmoqchi. Aka bu nechta bo'lgan? 20 ham. Bo'g'ozmi? Ustini nechta? 5 tadan 7 ta deyapti. 5 ta, ha. 5 ta o'rtacha suti bor ekan. Mana yana bitta yaxshi. Jiyanjonim nechta baraka bo'lgan bu? 26 million. 26 million so'yishga. Arqonlar bilan ko'raverasizlar. Mana bu nechta baraka bo'lgan? 15 million aka. 15. Nima endi? Hikmat Abdulla aka. Va 14 million. Bozor holati qanday? Arzon, qimmat. O'rtacha aka. Sigirga yurasiz, ha? Akajonim nech bilan qayerdingiz? 2 20 million. Ekan, ha? 20 million so'm. Qani? Bittasi sigircha ekan, bittasi xunojincha ekan. Sam chorva akajonim. Ikkitasi qancha bo'libdi? 20 million so'm. 15 million deb alladi yo'q. 15 million. Mana qaranglar. Akajonim nech pul qayerdingiz? Bloger bu piti. 17. Suti bormi yo'qmi? Eski bloger. Eski. Ha. 17 bo'ldi. Balachasi o'g'limi? Malachasi ham bor ekan sigircha. Qaranglar, hamma bir beraman. Akajonim nech pul qayerdingiz? 12 million. 12 million so'mga xunojinni sifatli pul beribdilar ekan. Xudo xolasa yaxshi sigir qilishga. Nech pulga qayerdinglar buni? Nanajon? 26 million 600. Kamar bo'pti. Tokchasi ham, suyachasi ham mayda. O'lchab ko'rmadinglarmi? O'lchadi 432 kilo. 26 million 832 kilo. Barakasini bersin. Arzon akam nech pul bo'ldi? Akajonim nech pulga bo'ldi? 16. 16 yaxshi. Ho'kizcha 16 million 500 ming. Sifatchasi zo'r ekan. Arzon aka, assalomu alaykum, barakasini. Arzon akalarimizdan, aka, nech baraka bo'lgan qizilni ayting. 19 million. Assalomu alaykum. O'tirasizlar go'shtga. 19 million so'm. Bu alacha nech pul bo'lgan ham qo'lizdagi? 16 million 500 ming so'mga alag'on uchun baraka bo'lgan. Amil bilib beraman. Aka, nech pul bo'ldi? Aka. Nech pul? 13600. 13600 baraka bo'ldi o'sha xonojin. Qaranglar, qo'zichalar bil. Aka, qo'chqor nech pul bo'ldi? 10 million 600 ming. Ro'liq yaqinda xudo xolasa. 10 million 600 ming so'm yaxshi ikkita semiz qo'chqor baraka bo'ldi. Nech pul bo'ldi jiyanjonim? 19 million so'mga baraka qilibdi jiyanim. Qaranglar, e'tibor beraverasizlar. Rangi toza. Bu nech pul bo'ldi shvedcha? Bo'ladi akajonim. 15 dan ho'kizchalar baraka bo'lgan arqonlari bilan qarab sifatga e'tibor berib fikrlaringizni yozib ketaverasizlar. 15 dan baraka bo'lgan. Xudo xolasa yaxshi ho'kiz bo'ladi. Necha bo'libdi? 15 dan. Nima deysiz? Suroj nech pul bo'ldi bu? 40 million. 40 millionga suroj jiyan suqdi. Ho'kiz bola. Qani malasi? Ko'raylik-da. Zavayzal ketyaptimi mol? Yo'q. Mol haq ketyapti. 40 million zo'r. 20 javob garantiyasi, ha? Chashma senga. To'g'ri bo'ling. E'tibor beraverasiz. Qo'zichalar nech bilan qayerda akam? 8 million cho. Kamar qilsalar, qo'chqorchami? Yo'q. Urg'ochi ekanda. Qo'chqorchalar bo'lsa kamari bo'ladi, urg'ochi ekan. Yana qanaqa mol chiqib bilib berasizlar. Jiyanjon nech pul bo'lib kartinkacha? 11 million 500 ming so'mga arqonlar bilan ko'rasizlar, xunojincha. Sifati zo'r ekan, yoqdi, yomon emas. Akajonim nech pulga qayerdingiz? 3 million 600 ming so'mdan dona bor, ha? 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Eski qadrdonlar, qo'chqorchalarmi? Ha. Barakasini bersin. Sog' bo'ling, charchamang, mayli. Sigir. Akajonim sigirlar nech bilan baraka bo'lgan? Aytdilar-ki, o'zlari biladi. Yana partiya sigirlar chiqib, o'tachga haydaygan bilmaydi, ham qo'zidan bilib beraydi.
Aka qo'zilar nechi puldan maraka bo'lgan? Ona qo'ymi? Ona qo'y. Gap yo'q, nechi pul maraka bo'ldi? 8,5 aka. 8 million 500 ming. Qani? Ketdingmi? Bo'ldi, xudo xolasa mana bugungi yetasi syomkalar echkicha nechi pul? 22 aka. Ona balacha. 2 million 200 ming so'm. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.